To'xta. Birorta davlatda qorbobo manchalik xor bo'lmagan. Bir kun kelib ovroyimmi, mana shu aravang tushiradi deb o'ylab taqsa. Men seni majburladim, o'tirdi. Menga qara. Hozir. Assalomu alaykum, kerakmasmisiz? Yangi yil bilan. Qorbobo kerak emasmi, qorbobo? Bo'pti, mayli. Menga qara. Zaka. Jonajon Kosonsoyimmi ajoyib qorbobosi eshitadi. Ha, shu quysa ichmas, bersa olmas. Olarkan. Xullas qorboboni dahshati eshitadi. Ha? Pulingiz yetsa Liboy joyga boramiz. Ama aytib qo'yay, biz borgandan keyin naqd pulim yo'q edi. Boshqa narsa bilan to'lasam bo'lmaydimi? O'zim tayyorlagan kompot, penchuzadan oling. Kartamda edi, sanobar naqd qilib kelsa beraman. 12 gacha unaqalar bo'lmaydi. Biz faqat naqd pulda, mana shu o'zbek so'm valyutasida qabul qilamiz. Albatta. Shunday. Nechiklasan? 5 ming bor. Bo'ldi. Tush. Qay keldik? Bozorga? Bozorga? Mana qo'qit padarka bilan to'ldirish kerak. Padarka? Va sen jinnimisan? Bizga padarkani Panda Kids do'koni qilib berdi-ku. To'raqo'rg'ondagi. Jamashuga yangi filial ochgan. 50 ta padarka qilib berdi. U hammasi o'yinchoqlar, dahshat. Zo'r-ku. Yana nima bor men bilmaydigan? Sen bilmaydiganmi? Bizda Qorbobodan tashqari animatorlar bor. Iya. Undan tashqari bizda ajoyib bir gitarist qo'shiq aytadigan yigitimiz bor, Ravshan degan. Yana o'zi ham Ravshan, yaxshimisan? Ishla yaxshimi? Charchamayapsanmi? Yaxshimi? Ha, u kerak emas. Mana qara, hamma narsa tayyor. Bo'ldi, telefoningni ber. Sen istoriya ol bitta. Olyapsanmi? Ha, yaxshi. Aziz Kosonsoyliklar, 31-dekabrgacha zakazlarni berishga ulgurib qolinglar. 31-dekabrgacha har kunga zakaz olamiz. Mana animatorlar, gitarist, qorbobo xizmatlari bor. Mana shu raqamlarga murojaat qilishinglar mumkin. Mana qara Ravshanboy, gitarang qani? Mashinada aka? Mashinada? Mashinang bor-da? Albatta. Basharang qursin. Shuncha qonimni eshitib, uni kaskasini qara, tovuqqa o'xshagan narsani minib olgilos. Bora qolsan, kerak emas. Aniqmi? Aniq, yo'qol. Sani. Mashinada ketamizda, xudo xolasa. Mashina qayda? Metanda qolib ketdi aka kecha mashina. Voy bila. Metanda? Sherzodjon! Shalala,